Realni ikinci guruh nogiron ekan. Navroz qara. Endi Navroz. Ena oyoq. Ena qara. Gap turibdi oyoqdan da. Görtursan iring hammasi gap turibdi. Şu ihsançılara mingine milyon versin. Hammasine rahmet, hamman için. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, yurtdoshlar. Sog' salomat yurtmisizlar, oilalaringiz tinchmi? Bugun binosi o'zlarimizni jamoamiz bilan tashkil etilgan yana inson bu sonunda yana Yangilik tumani Bellanovda aytiladi. Do'stlik mahallasida yashovchi og'amizni shu sog'liqlari nasimdan muammosi bilan bizlarni shu Instagram sahifasida ko'rib bizlarga yozdilar, kelib o'rgandik sho'rni. Shu haqiqatdan ham og'amni shu aytganlaricha bor ekan. Endi og'amni o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Nazimov Mansubek, Baxtayarish bo'laman. Yangilik tuman Gullanbog' qishlog'ida Do'stlik mahallasida Intilish 36 uyda yashayman. Men o'z ixtiyorim bilan Instagramda ko'rib Navro'zxo'ja ixtiyorimda chaqirdim. Ve Navro'zxo'ja degan ekan. Temur 530 Muhiddin. O'z ixtiyorim bilan chaqirdim shu oyoq masalasida yana oyog'imni azab qilganim uchun yordam berishlayingiz so'raganda o'z ixtiyorimda chaqirdim. Hurmatli yurtdoshlar, qaranglar, og'amizni indiki bo'yicha qog'ozlari bor ekan. Undasa qilishkerak ekan. Endi qilishkerak qog'ozlari, dokumentlari og'amiz Realni ikinci guruh nogiron ekan. Navroz qara. Endi Navroz. Ena oyoq. Ena qara. Gap turibdi oyoqdan da. Görtursan iring hammasi gap turibdi. Aziz qadrdonlar, ena qilinishga men qo'limda turibdi. Ena sizlarga nima deydi? Birinchi o'rinda shu og'amizni umrini saqlab qolali, oyog'ini saqlab qolali, qo'ldan kelgancha shu og'amizni oyog'ini saqlab qolali. Aziz qadrdonlar, 100 mingni bersin, shu og'amizni oyog'ini ina görtursizlar, aziz qadrdonlar, ina og'amni oyog'ini saqlab qolali. Şu videonun teyine telefon numarasını koyup ötemiz. Aziz qadrdonlar, qo'ldan kelgancha tashlab berishingizni xohlayman. Endi 1000 so'm bo'lsin, 2000 so'm bo'lsin, qo'ldan kelgancha duoda bo'lib tursa ham shu Navro'zxo'ja ne deysan? Duoda bo'lsam shu eksan. Duoda bo'linglar, iloji bo'lsa videolarimizni boshqa birovlarga tarqatib qo'yinglar, iltimos. İlk qo'llab-quvvatlanglar. Og'amizni qaranglar. Kasaladim og'ir ekan. Bu kasallik umuman iloji yo'q deb turibdi. Damari yo'q ekan. Og'amizni oyog'ida iri damari yo'q ekan. Og'amiz o'zi tushuntirib beradi. Agar bu kasallikmi? Bu varikoz kasalligi, asosiy tomirlar yo'q. Ham tron sho'rgacha tron. Oyoqgacha. İki tarafdan tron. Tron bo'ladi. Asosiy damar yo'q ikki tarafda. Me'da damarlar ishlab turibdi unda hozir. Yuzdagi damarlarda qon aylantir. Me'da damarlarda, asosiy iri damarlarda yo'q. Damarlar yo'q. Yuziga yog' baylab tron bo'lib qon o'tmaydi umuman. Og'amizni sharoiti yomon ekan. Og'amizni o'zi ishga yaroqsiz ekan. Hattoki ayollar ham saqiribni og'amizni ko'rib saqirib chiqib kasallanib qolibdi ekan. Iloji bo'lsa qo'ldan kelgancha og'amizga yordam beraylik. Qaranglar, og'amiz kuni bo'yin postiyan ishiga iring oqib kunda perveska bo'ladi ekan. Dori pulini boshqasina pul yetirolmay turibdi ekanlar. Topgan pullari o'zini produktidan dori pulini hech narsaga yetmay turibdi. Qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Maksimalni boshqa birovlar tarqatib beraylik, iltimos. Videomuza like и kommentariyalar yozib qoldiringlar. Doniqalloh bo'lsa, og'amizga kelib o'zingizni ko'rib ketishingiz ham mumkin, inshaalloh. Endi aziz qadrdonlar, do'stlarga, qadrdonlarga kim boy tarbiyakor, kim hofiz san'atkor, blogerlar, hammasi hamkasblarimizga uyat qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Men telefon nomeri 93lik 93lik 089 4083 089 43 4083 40-80 shuni bilan uraversa bemalol o'zlarini. O'zlaringiz bog'lanib yana gaplashsangiz ham bo'ladi. Havo. O'zdan kelgancha insonlarimiz bo'lsa shu og'amizga yordam beraylik. Bu moddiy taraflama yordam berib bilmasangiz maksimalni
videolarımızda Bulurum. kontaktdaki insanlarımıza yönetip koysanız da şam bizlere yardım bergenleriniz Sağ ol. bular. Katta rahmat esermeniz. Bizani qo'llab-quvvatlash iltimos. Shinin agar kimda shuni yana tanish bilishsangiz bo'lsa, bemalol aytaversa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonni savobi ehsondir. İşimiz onunla gelsin, tam teşekkür olsun. Şu ihsançılara milyona milyon versin. Hem ben sana rahmet, hem benim için. İşlerimiz onunla gelip, selam işlerinize muvaffakiyet. İşiniz onunla geliversin. Kapılar bir üyesi. Allah razı olsun. Kolay gelsin.